Subsidiyaga uy olganlar yoki uy olmoqchi bo'lganlar uchun yana bitta zo'r imkoniyat bor. Ya'ni siz subsidiya asosida ipoteka krediti olganingizdan keyin har oy ipoteka kreditini yopgan summangizdan 12% ni qaytarib olsangiz bo'ladi. Masalan, bu yil to'laganingiz keyingi yil qaytarib olasiz. Bundan avvalgi yillarda to'laganingiz esa mana bu yil ariza topshirib qaytarib olsangiz bo'ladi. Oxirgi 3 yilni bemalol qaytarib olishingiz mumkin. Bundan tashqari kontrakt, bolangiz xususiy maktab yoki bog'chada o'qisa ham undan ham 12% qaytarib olsangiz bo'ladi. Bizga obuna bo'ling, qolaversa Instagram glavnisida Telegram kanal ssilkasi ham bor. Unga ulanib oling. Ariza topshirib qanday 12% qaytarib olish bo'yicha videoni tayyorlab sizlarga taqdim etamiz. Subsidiyaga uy olganlar yoki uy olmoqchi bo'lganlar uchun yana bitta zo'r imkoniyat bor. Ya'ni siz subsidiya asosida ipoteka krediti olganingizdan keyin har oy ipoteka kreditini yopgan summangizdan 12% ni qaytarib olsangiz bo'ladi. Masalan, bu yil to'laganingiz keyingi yil qaytarib olasiz. Bundan avvalgi yillarda to'laganingiz esa mana bu yil ariza topshirib qaytarib olsangiz bo'ladi. Oxirgi 3 yilni bemalol qaytarib olishingiz mumkin. Bundan tashqari kontrakt, bolangiz xususiy maktab yoki bog'chada o'qisa ham undan ham 12% qaytarib olsangiz bo'ladi. Bizga obuna bo'ling, qolaversa Instagram glavnisida Telegram kanal ssilkasi ham bor. Unga ulanib oling. Ariza topshirib qanday 12% qaytarib olish bo'yicha videoni tayyorlab sizlarga taqdim etamiz.